Pora? Kechirasiz, men pora olmayman. Korrupsiya bu nima va u bilan qanday kurashish kerak? Korrupsiya bu mansabdor shaxslarning o'zlariga ishonib topshirilgan huquqlaridan shaxsiy boylik orttirish maqsadida foydalanishi tushuniladi. Shuningdek, poraxo'rlik, mansabni suiiste'mol qilish va boshqa noqonuniy harakatlarni ham o'z ichiga oladi. Korrupsiyaning bir necha turlari mavjud. Birinchisi iqtisodiy, u moliyaviy foyda olishga qaratilgan. Bu turga poraxo'rlik va noqonuniy yo'l bilan daromad qilish kiradi. Ikkinchisi siyosiy, firibgarlik asosida saylovchilarga pora berish, siyosiy partiyalarni noqonuniy moliyalashtirish va saylovlarga noqonuniy aralashuv yo'li bilan mansab vakolatini olishga qaratilgan. Bu holatda asosiy maqsad shaxsiy yoki siyosiy manfaatni qo'lga kiritishdir. Uchinchisi kriminalistik. Ushbu tur jinoiy xatti-harakatlarga asoslangan. U ko'pincha mansabdor shaxsning jinoiy sxemada ishtirok etishi bilan bog'liq. To'rtinchisi tizimli. Agar jinoiy harakatlar doimiy ravishda takrorlansa, korrupsiya hodisasi bir sistema kabi, ya'ni tizimli ko'rinishga keladi. Bu o'z navbatida mamlakatdagi siyosiy jarayonlar, davlat idoralari ustidan nazorat zaiflashganidan dalolat beradi. Beshinchisi mayda korrupsiya. Odatda byurokratiya hamda pora bilan bog'liq. Shuning uchun ham mayda yoki byurokratik korrupsiya deb ataladi. Oltinchisi katta korrupsiya. Bu juda katta pul va yirik o'yinchilar bilan bog'liq bo'lgan korrupsiyaning eng halokatli turi. U barcha operatsiyalarni o'z ichiga oladi. Buning natijasida davlat aktivlari noqonuniy ravishda xususiy bo'lib qoladi. Ko'pincha mamlakat uchun jiddiy qarorlar bog'liq bo'lgan siyosatchilar korrupsiya mojarosining ishtirokchisiga aylanadi. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida korrupsiya bilan bog'liq holatlarga jiddiy jazo qo'llanilishi batafsil ko'rsatilgan. Korrupsiyani qanday yengish mumkin? Qonuniylikni mustahkamlash, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ochiqlik va shaffoflikni oshirish, korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar o'tkazish, javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash. Xalqimizda kasalni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzaldir degan naql mavjud. Jamiyatimizdagi har qanday jarayonga befarq bo'lmaslik barchamizning ustuvor vazifalarimizdan biridir. Korrupsiyaning har qanday ko'rinishlariga barham berishni biz eng avvalo o'zimizdan boshlashimiz kerak. Shu kabi mavzular haqida ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, bizni kuzatishdan to'xtamang.